Umid Qo'rg'onida bitta bahaybat hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. 2 qavatdan iborat pishgan g'ishtdan qurilgan 6 sotix hamda 10 ta xonasiga ega. Tashqi qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. O'zini mana bunaqa agorod qismlari ham bor, mevali daraxtlari hamda archa daraxtlari ekib qo'yilgan. Hozir hovlimiz ichki tuzilishini ko'rsatib o'tamiz. Faqatgina tashqi fasad ishlarida ozgina ishlari bor. Darvozaxona qismidamiz. Bemalol ikkita mashina ushbu joyda sig'ib ketadi. Chorpiyalari qo'yilgan. Yozgi mavsumda bemalol o'tirib dam olish uchun. Mana bu tarafda asosiy korpusimizda barcha xonalarimiz joylashgan hamda mana bu tarafdagi korpusimizda kattagina mehmonxona qismi mavjud. Bu tarafdan ham, mana bu ichki chap tarafdagi korpusimizdan ham ikkinchi qavatga ko'tarilish imkoniyati bor. Supa qismlarini ko'rsatib o'taman. Burchakka bo'lgan. Bu katta kuchugimiz ham bor. Tomosha qilib turibdi. Xo'p, mana bu tarafda oshxona, yuvinish xonalariga ega hamda o'zini ortiqcha narsalarni saqlash uchun joylari ham bu tarafda qilib qo'yilgan. Shunaqa katta fasadga ega 2 qavatli xonadon. Hozir xonalarning remontini ko'rsatib o'taman. Demak, mana bu asosiy katta mehmonxonamiz 6 ga 10 razmerda, juda ham keng, bemalol mehmonlarni ushbu joyda joylashtirib, marakalaringizni o'tkazsalaringiz bo'ladi. Bu tarafdagi korpusdagi xonalarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Demak, sizlar bilan asosiy korpusdagi xonalarning remontini ko'rib o'tamiz. Ortiqcha qilinadigan ish yo'q. Hamma yoq tayyor. Xonalarimiz juda ham katta-katta qilingan. E'tibor beringlar, mana shu demak, teraskani o'zi ham anchagina keng bo'lib turibdi. Mehmonxona qilib ishlatsa ham bo'ladi. Demak, bu bitta xonamiz. Bu yoqda mana shu o'zi ham bitta xona, hamda bu yoqdan oshxonaga o'tsak bo'ladi. Oshxonada ham ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlar mavjud. Bu garnitura demak qoldiriladi uyimiz egalari tomonidan. Bu yoqda yana bitta xona bor. Hamda shu oshxonaning o'zidan ichkaridan fot qilingan yuvinish xonalariga. Bu yoqda yana 3 ta xona bor. Banyasi, parxona hamda dushevoy va o'rtada yana kir yuvish uchun bitta xona tashab ketilgan. Hozirlarga 2-qavatga ko'tarilib, 2-qavatda ham remont holatlarini ko'rsatib o'taman. Uyimiz zax emas, mana bu tarafda demak, pol qismiga ko'rishlaringiz mumkin. Taxtadan yaxshi ishlov berilgan. Demak, 2-qavatimizga ko'tarib oldik. Qaranglar, bu tarafda ham har yoqda xonalar bo'linib ketgan. Bu tarafdagi xonamizning remontlari yaxshi holatda. Yotoqxona qilib ishlatsalaringiz bo'ladi. 2-3 ta ro'zg'or sig'ib ketadigan ushbu xonadonda xona juda ham ko'p. Mana bu tarafda o'zini hojatxona qismi hamda aristonlar o'rnatib qo'yilgan. Issiqlik tizimlaridan umuman muammo yo'q. Parket bo'lgan pollari, demak, mana bu divanlar ham tashab ketiladi. Bu kattagina o'sha koridor qismi bo'ladigan bo'lsa, buni zal qilib bemalol ishlata olasizlar. Juda ham keng. Demak, mana bu tarafda yana bitta yotoqxona qismi mavjud. Konditsionerlar o'rnatilgan. Bular ham hammasi uyimiz egalari tomonidan qoldiriladi. Bu yoqqa kiradigan bo'lsak, yana bitta xonamiz bor. Xonalarimiz yana bo'linib ketgan. Xo'p, bu tarafda yana bitta yotoqxona. Remontlar tayyor holatda hamda ortiqcha qilinadigan ishi yo'q holatida. Bu eshigimizdan o'tadigan bo'lsak, biza mana bu tarafda yana bitta katta mehmonxonani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qaranglar. Buni ham bitta marakalaringizni o'tkazadigan katta mehmonxona qilish imkoniyati bor. Bu zinamiz orqali bo'lsa, biza birinchi korpusdagi katta mehmonxonaga tushishimiz mumkin. Ushbu 10 ta xonadan iborat 6 sotix maydonni egallagan Umid Qo'rg'onida joylashgan shahar propiskasi, shahar hududi hisoblanadigan katta 2 qavatlik pishgan g'ishtlik, yana 3-qavatda ham ko'tara oladigan qurilish qilingan ushbu hovlini narxi $125,000 ga baholandi. Ustida kelib savdolashsalaringiz albatta o'tib beriladigan joyi bor. Ipoteka varianti ham ko'rib chiqiladi. Pastda to'liq ma'lumot uchun raqamlarimizni qoldiramiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan holatda ushbu uy haqida to'liq ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'ling. Yaxshi joylardan, shunaqa arzon narxlarda yaxshi hovli kvartiralarni bizning kanaldan topasizlar. Kimda sotilayotgan xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, bizning pastdagi raqamlarimizga bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.